Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana Gazablok zavodimiz tayyor bo'ldi. 2 kunda o'zimiz ishga solamiz. Hamma yo'lni o'zimiz qilganmiz. Bu yerda qum ham, sement ham, suv ham cheres taroz orqali tushadi. Kimga kerak bo'lsa ekran nomeriga telefon qilaverasizlar. Mana qum elash uchun elevatorlar bor, avtomat liniya qilamiz. Zavodimiz nima 25,000 dollardan boshlanadi. Gazablok kesish uchun avtomat reysga qoliplarimiz mana ko'raverasizlar. 8 ga 4 qalin profillar qilingan listlar uchli rossiyskiy lazer ham o'zimizda. Bundan tashqari pena blok, Gazablok, tomga pena qo'yish har xil apparatlarimiz bor. Ashuni bir yoshdan boshlab erimga ko'rsatib qo'yaman. Ungacha bitta like bosib turasizlar. 2 sekund vaqtinglar ketadi. Bu pena blok abishni komplektimiz O'zbekiston bo'ylab dastavkasini arzon qilib 8 dollarga qilib qo'yganmiz. Keyin pena blok profili bitta ekan, xolos yana 2 xili bor. Ikkita profil qilib baquvvatroq qilib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab 830 dollar dastavka. Ikkalasi ham abishni pena blok yevro, hozir eng trendda bo'lgan yevrodan O'zbekiston bo'ylab 900 dollar qilib beramiz. Komplektda nima bor deganda kompressor, mikser, pulsator, lato, kolonna 3 ta qolib, rastor bo'lishga pena generator bo'ladi. Bonusiga 10 kilo pena bonus qilib beramiz. Nechta pena blok yetadi? 1000 ta yetadi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bo'ladigan bo'lsa, mesela 3 kilo, o'sha 1-2 ta yetadigan bonus ham bor. Ha, parashut ham qilib beramiz. Ki menga haligi Lego kerak desa, Lego ham bor. Legoni O'zbekiston bo'ylab 950 dollar qilib beramiz. Bu ham har bitta qolip to'g'risida 20 to'g'risida profillari bor. 3 tane oshim-osh qo'yilgan. Listlari uchli toza rossiyskiy list. Taglarigacha ham profil qo'yganmiz. Qolib o'ta mahkam. Olgandaqa iplar emas, hozir rezba orqali ochilib yopiladi. Ochilib yopilishlari ham oson mana. Keyin pena bo'ladi, rasa moda bo'lgan, 2 yildan beri moda bo'lib kelayotgan turbali legolar ham bor. O'zbekiston bo'ylab 900 dollar, 1000 dollardan dastavka qilib beramiz. Joyda kelib kelsa 900 dollar qilib beramiz buni. Bundan 3 ta qolib bo'ladi. Ham bir-biriga kiradi, ham yuzlik teshik bo'ladi. Unga rastor qo'yib kolonna vazifasini bajaradi. Keyin bir kishi o'zim uyda qo'yaman deyotganlarga o'z antardan aravachamiz ham bor. Xolasa bundan qo'shib beramiz. Pul nazinali, pul jicha o'zgarishi mumkin. Keyin mana bunaqa yengil pena generatorimiz ham bor. Tomga pena qo'yish uchun mana. Bir kishi ko'tarib sekin tomga olib chiqaveradi. Mana og'irlik rasa 10 bo'lsa 10 kilo, 15 kilo bo'ladi. Keyin tomga pena qo'yish apparatini o'zi kerak, pena blok chiqarmayman desa, 300 dollarga mana kompressor, mikser, pena generator, rastor bo'chga bo'ladi. Bitta eski telefon puliga o'rgatib qo'yishlar hamma yo'lni qilib beramiz. Agar adresga qarab kelishigan narxda qilib beramiz. Vodiy bo'lib dastavka bor. Qolgan viloyatlarga kelishigan narxda qilib beramiz. Iloji boricha dastavka qilib berishga harakat qilamiz. Boshdan chiqib qolsa, hozirgi 2025-26-yilda eng trendda bo'layotgan Gazablok uskunamiz bor. Gazablok endi boshlandi. Bundan beri xudo xolasa kamida 15-20 yil davom etadi. O'ldi deganda avtomat reysga o'tkazilib Gazablok apparatni olgan qoliplar bor. Avtomat reysga qo'yamasa, avtomat reysga o'zini ham qilib beramiz. Undan tashqari avtomat liniya ham qilib beramiz. 10 ta qolip hamma yo'g'i bilan 6000 dollar dastavka uстановка ichida qilib beramiz. Qoliplarimiz uchli rossiyskiy listlangan, profillari ham qalin, tagida profil 8 ga 4. Keyin shablon reysga hamma yo'g'i bor. Yo'q, menga avtomat emas, o'zi kerak desa, pulim ozroq boshlab turib, keyin qo'shib yuboraman deyotganlarga 1,5 dollarga suv 1 tonnali, tepasi 55 litr suv nasos, pen, suv dachi hamma yo'q bo'ladi. 2 ta qolip bo'ladi, shablon reysga arrasi bo'ladi, keyin mishalkasi bo'ladi. 1,5 dollar. 380 qilsa bo'ladi. Ha, bemalol xolos 220, xolos 380 qilib beramiz. Faqat telefonga aytib qo'yish kerak. Mana shu 2025-yil, 2026-yil eng trendda bo'lgan qoliplarimiz mana shu bo'ladi. Bunda ham Gazablok, ham pena blok quysa bo'ladi. Komplektda nima bor deyotganlarga qarab turinglar. Bu aksiya narxi qachondir o'zgarib qolishi mumkin. 2026-yil fevral oyida shunaqa narx bo'lyapti. Bochkasi 2 litrlik suv nasosi, bunda ham tent hamma yo'qlar bo'ladi, suv isitib beradi, 3 ta qolip bo'ladi, qolip yevro, ichida list bo'ladi. Oldindaqa kesish shart emas. Buni hammasi pena blokka o'xshagan 4 qirra bo'ladi, g'ishlari ham chiroyli chiqadi, arrasi bor, mishalkasi bor, mishalkasi 220 moslab qo'yamiz. Yo 380 qilib bersa 380 qilib beramiz. Mishalga pena generator, rastor bo'chka, kompressor, mikser hammasi yangi bo'ladi, umuman ishlatilmagan. 1,5 dollardan qo'yamiz. O'tgan yil 1600-1700 bo'lgan.
$1,500 dollarga vodiychi dastavkasini tekin qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa ekran nomer telefon qilaverasizlar. Yo'q, menga qolip o'zi kerak desa, qolip o'zidan qilib beramiz. Qolip o'zi narxi $150. 2 ta olib ishlatib ko'rsanglar, farqini bilasizlar. Bizda 5 yildan beri qolip yasaymiz, 5-6 yildan beri shu paytgacha qoliplarimizdan jalba tushmagan. Diagonallari, listlari, profillari hamma yo'g'i joyida. Endi bitta ko'rsatib qo'yaman, mana kamerani mana tagigacha to'qib chiqqanmiz mana. Har bittasi to'qib erinmay to'qib chiqqanmiz. Birinchi yasaganimizda 4 yil bo'lgan, 4 yil ichida qo'yib bergan joylarni ishlatyapti, hali sizlarga tekkizmagan. Kamchilik bo'lmay ishlab turibdi. Xudo xolasa mana bundan buyog'i ham ishlayveradi. Bizda narxlar arzon, sifatga ham e'tibor berganmiz. Alohida sifati a'lo darajada. Chunki qancha misol uchun pul topish qiyin bo'lyapti, odamlar o'ylab turib, molni arzondan, list arzondan yasamaymiz. Hamma yo'llar eng baquvvatdan qo'yganmiz, narxini ham arzon qilib qo'yamiz. Yana tushunmagan ma'lumotlar bo'lsa, ekran nomeriga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni aytib o'tamiz. Sog' bo'lasizlar. Kanalga like bosing. Ha